Tez bo'shanish haqida ko'p savol berishadi. Bu psixologik bosh miyadan bo'layotgan muammolarmi yoki bunga aynan qanaqadir kasalliklar sababmi deb so'rashadi. Bugun savolingizga javob beraman. Birinchisi ham ikkinchisi ham bo'lishi mumkin. Agar qaysidir situatsiyalarda tez bo'shaniladigan bo'lsa, masalan, hayajon bilan kechadigan bo'lsa, demak bu ko'proq ehtiyot bilan bosh miya bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunda psixopatolog bilan, psixolog bilan, urolog, androlog bilan birga ishlash kerak. Lekin shunday kasalliklar borki, mana masalan, prostata bezi kasalliklarida, prostatitlarda yoki qalqonsimon bez kasalliklarida yoki jinsiy organda yoki bosh miyada sezgi bilan bog'liq muammolar bo'lgan paytlarida tez bo'shanib qolishlari mumkin. Bu kasallik doimiy va uzoq davom etadi. Eng muhimi, bu kasallikni hozirgi kunda androloglar 100% davosini qila oladilar. Shu sababli agar sizda shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, kimdandir qo'shningizdan, amakingizdan, jo'rangizdan eshitib, har xil dorilar ichib yurishni tavsiya etmaymiz. Avvalambor siz bu kasallikni nima uchun bo'layotganini, kelib chiqish sababini aniqlang va andrologga murojaat qilsangiz, sizdagi bu holat 100% o'tib ketishi aniq.